Syomka motor начали. Nachili. Assalomu alaykum hammaga. Hammaga assalomu alaykum. Bugun Sitora Bonuni Shvetsariyaga borib kelgan tarixini qisqacha eshitamiz. Har xil lifehacklar bo'ladi. Biletlar necha pul, qanaqa joylarga bordi, qanaqa sharsharalarni ko'rdi, qanaqa shaharlarda, qanaqa muzeylarda krutoy xullas hammasi bo'ladi. Sitora Bonuni o'zidan eshitamiz lично. Xo'p. Bugun havo yaxshi, quyosh, o'shaning uchun mana hovlimizga bu podkast olgani chiqdik. Shunaqa chiroyli manzarada o'tiribman. Bizlarni hovlimizda oldidagi joy bu. Orqada mashinalar o'tadi, shovqin bo'lib qoladi. Bu narsaga xafa bo'lmaysizlar. Juda chiroyli manzarada o'tiribman. Menga qizig'i biletlar. Biletlar qanchaga oldingiz? Qayerdan qancha? Biletlar. O'zi men uchun Shvetsariyaga borish bu eng qimmat davlat bo'ldi degan fikrga keldim. Ha. Chunki ikki kishiga borib kelish, uchta joyni ko'rish umumiy 110 yevroga aylanadi. Bu yana ham biz Shvetsariyaga juda yaqin turamiz. 2 soatlik yo'l 110 yevro chiqdi. Nima deb o'ylaysan, bu qimmatmi yoki normalniy narxmi? Men o'ylayman, boshida bilet olayotganimizda juda ham qimmat tuyuldi. Menga juda ham qimmat tuyuldi. Chunki oddiygina 2 ostanovka masalan 10 kilometrlik joyga ham juda ham biletlar qimmat narx chiqadi-da. Biz o'sha narxlarni yozib qoldiramiz. Va lekin menga eng yoqqan tarafi aytaymi nima? Poyezdlar sekundiga juda ham точно aniq yuradi. Ya'ni 1 daqiqa ham kech qolmaydi, 1 sekund ham kech qolmaydi. Juda ham punktualnost yuqori o'rinda. Nechida yozilgan bo'lsa, o'sha vaqtda poyezd keladi. Mana Germaniyada ham yurgansan, poyezdlarda va Shvetsariyaniki farq qilarkanmi qanaqadir? Chiroyliroq, tezroq. O'sha vaqtlari, to'g'risini aytsam, Germaniyada juda ham ko'p uchraganman-da, 5-6 marta poyezd kechikib kelgan Germaniyada. 5-10 minutga ham kerak bo'lsa, yarim soatga ham ushlanib qolganman, boshqa poyezdga chiqib ketganman. Vaqtida kelmagan. Men bu gapim bilan Germaniyani poyezdi yomon, Shvetsariyaniki zo'r ekan demoqchi emasman. Shvetsariyada birinchi o'rinda punktualnost turishini men sezdim-da. Chunki men o'sha kuni bir 5-6 marta poyezdga o'tirib alishtirdim va bittasi ham 1 daqiqaga ham hattoki kech qolmadi va ichidagi tozalik hech qayerda bir non ushog'i ham ko'rmaysiz-da, juda ham to'xtata va menga yana nima ko'rindi aytaymi, juda ham qiziq. Germaniyada masalan bilet tekshirishadi-yu. O'sha bilet poyezdni biletini tekshirishadi, to'g'rimi? Germaniyada hamma poyezdda emas, lekin хотя бы chiqqanimda tekshirishardi. Lekin meni hayron qoldirgan narsa, Shvetsariyada bu narsani bir marta ham uchratmadim. Mendan umuman bilet tekshirishmadi. Men biletlarni hammasini telefonimga onlayn olgandim. Mana kimdir kelsa shunda ko'rsataman deb aytdim, lekin 5-6 marta poyezdga o'tirgan bo'lsam ham bir marta ham bilet so'rashmadi. Men esa bunaqa o'tiribman-da, so'raylar mendan biletni ko'ringlar mendan. Men olganman o'sha narsani deb ichimda bunaqa o'tiribman, lekin biletlarni umuman tekshirishmadi va ichimdagi bitta kichkinagina shaytoncha ichimda miyamda o'yladim. Bilet olmasam ham bo'lar ekan va bunday o'ylab qarasa tekinga kelsam ham bo'lar ekan degan xayolam keldi menga. Anaqa bitta davlatdan boshqa davlatga o'tding-ku, poyezdda kontrol bor ekanmi? Yo'q. Pasportning kontrol? Yo'q. Germaniyadan Shvetsariyaga o'tganda hech qanaqa pasportning kontrol shaxsan menda bo'lmadi. Qolganlarda qanaqa bo'ladi bilmadim, lekin hamma narsaga tayyor edim. Sumkamda hamma dokumentlarim bor edi va hech kim hech nimani tekshirmadi mendan. Qayerga ketyapsan ham deb so'rashmadi. Mana buni joyi qiziq. Germaniyadasan, poyezdga o'tirding, ketyapsan. Qaysi moment tushunding, devor yo'q-ku, hech qanaqangi chegara yo'q-ku. Уже Shvetsariyadan deb o'ylading. Yozuvlaridan yoki zdaniyalar o'zgarishni boshladi. Telefonimdan. Telefonimdan. Telefonimdan Germaniya sim kartasi yo'q bo'lib qoldi, antennasi.
qanaqadir bitta значок chiqib qoldi telefonimdan. Ha, bo'ldi, men Shvetsariyada ekanman dedim va internetdan ishlamadi. O'shandan bildim men Shvetsariyaga kirganimni. Ha. Birinchi borgan lokatsiyangiz qaysi shahar, qanaqa joyga bordingiz? Birinchi borganim men Germaniyadan Konstanz shahriga bordim. Bu hali Germaniya o'zi. Bu hali Germaniyaning ichi. Meni o'shanda lol qoldirgan narsa, ertalab 6 da birinchi katamaranga chiqishim kerak edi va katamaranga soat 6 da chiqyapman. Hech kim yo'q mendan tashqari. Hali tongga ham otmagan, soat 6 katamaranga men chiqishim kerak, lekin hech kim yo'q. Men o'yladim, ha bo'ldi, qolib ketaman. Meni bitta o'zimni olib ketishmaydi katamaranda. Hech kim yo'q ekan deb o'yladim. Lekin men bilan yana 3-4 ta odam bor edi. Shunaqa qilib men Konstanz shahriga yetib oldim. Konstanzdan esa poyezdga o'tirdim va to'g'ri birinchi lokatsiyaga bordim va bu juda ham umrimdagi eng chiroyli lokatsiya bo'ldi men uchun. Bu Rheinfall vodopad. U yerda men uchun qanaqadir bilmadim. Uni odam o'zi ko'zi bilan ko'rmaguncha ifodalab bera olmaykan baribir. Shunaqangi chiroyli, shunaqangi toza havo, shunaqangi suv ufurib turadi-da, suvi har bir tomchisi yuzingizga shunaqa tushadi va shunaqangi suvni shovqini, shunaqangi shovqinki, lekin boshingiz og'rib qolmaydi-da. Mazza qilasiz u yerda. Odam ko'pmikan? Men voqli borganligim uchun odam yo'q edi. Keyin 12 dan keyin odam ko'payib ketdi. Ungacha men mazza qilib bitta o'zim o'sha tomosha qildim. Ishonib, u yerda na internet kerak, na telefon, hattoki telefoningizni miyangizga eslamaysiz ham. Bo'ldi, esingizdan chiqarar ekansiz. Shunda mazza qilib faqat tomosha shukur va bilmadim, bu boshqacha men uchun tuyg'u bo'ldi. Men yana qaytib borardim. Kirish tekinmikan? Qanaqa ekan o'zi? Kirish tekin emas. Agar yo'q, qarang. Ikki xil usuli bor. Agar siz juda ham yaqin vodopadga kelmoqchi bo'lsangiz, juda ham yaqin prям ko'zingiz oldida bo'lish xohlasangiz, siz pulligini olasiz. Ya'ni 5 yevro deb aytsak bo'ladi. 5 yevroga juda ham chiroyli manzarani ko'rasiz. Va tekini bor, uzoqroqdan siz ko'rasiz o'sha narsani. Uzoqdan baribir mazza qilmaysiz-da, yaqiniga borib ko'rish kerak. Ha, unda ko'chadan o'tib ketayotganimda ham ko'raveraman. Ha, ko'chadan o'tib ketganingizda bemalol ko'rasiz, lekin xuddi prям yuzingizga suv sachrab vodopadni oldida turish uchun 5 yevroga kirasiz bitta odamga. Bilet bo'ladi o'sha yerda, turniketdan bilet olib 5 yevroga kirib o'tib ketasiz. Vaqti chegaralanmagan, xohlagancha aylanasiz. Ertalab xohlasangiz kelib, kechqurun ishdan chiqib keting. Ertalab obedgacha уже yetib bordingiz tezda. Da. Bu yerda qancha bo'ldingiz? Qancha vaqt bo'ldingiz? Obedgacha emas, o'sha ertalab 8:30 da men o'sha vodopadda edim. 12:30 gacha mazza qilib, umuman telefonimga qarashgan vaqt bo'lmadi. Bir ikkita videolar oldim faqat va o'shandan keyin shunday chiqqandan bir qadam oldida poyezd ostanovkasi bor. U yerdan men muzeyga bordim. Qanaqa muzeyga? Shokoladniy Lindor Home muzeyiga bordim. Lindor shokoladini muzeyi. Lindor. Lindmi, Lindormi? Ikkalasi ham farqi yo'q. Lindor ham, Lindam deb aytsa bo'ladi. Men u yerga borish uchun bir hafta oldin, ya'ni ichigacha, muzey ichigacha kirish uchun bir hafta oldin bilet sotib oldim 17 yevroga. 17 yevroga bir kishiga bu. Bir kishiga muzey ichigacha kirish uchun 17 yevroga bilet sotib oldim va ishoning, olganimdan umuman afsuslanmadim. Va agar kimdir shu Shvetsariyaga xudo xolasa bormoqchi bo'lsa, обязательно shu muzeyga kiringlar. Lekin shuni inobatga olinglar, kamida bir hafta oldin sizlar bilet olgan bo'lishingiz kerak. O'sha kuni bilet umuman bo'lmaydi. Umuman kira olmaysizlar. Bir kunda kelib, plan qilib, shu yerdan bilet olaman deb kiraman desanglar, bilet umuman bo'lmaydi. Siz 10 kun oldin oldingiz bemalol. Bemalol 10 kun oldin. Vaqtni ham chegarasiz, qancha aylansangiz aylanasiz. 1,5 soatda o'zi chiqib ketasiz. Yetarlicha bo'ladi sizga 1,5 soat. Menga eng yoqqan tarafi ichida xohlagancha shokolad yesangiz bo'ladi. Hech kim sizni urishmaydi. U yerda 3 ta punkti bor. Shokolad qayerdan kelgan, qanday yaratilgan, 1910-yillarda, 8-yillarda shokolad turi, upakovkasi, qanaqa bo'lgan hammasi ko'rsatilgan
Va keyin oxirgi xona menga juda ham yoqqani bu xohlagancha shokoladni turlarini tatib ko'rishingiz mumkin va chiqib ketganda ham o'zingiz bilan Lindor shokoladini bir 10 xilini qo'yib qo'ygan. Bittadan xohlagancha olib, uni ham sumkangizga solib olib, yana chiqib ketasiz. Siz ham oldingizmi? Men ham oldim. Bu qaysi shaharda joylashgan ekan? Bu Shvetsariyada Kilchberg degan shaharida, Syurixda oldida. Syurixga oldida yaqinida Syurixga oldida yaqinida Kilchberg degan shahar bor. Shaharcha kichkinagina. Juda ham yaqin Syurixga. 10 minutlik yo'l poyezdda. O'sha yerdan mazza qildim, lekin juda ham bu boshqacha chuvstvo. Ham fontan katta oqib turibdi, shokoladni u boshqacha mazza qiladi-da. Odam shuncha payt yegan shokoladini muzeyiga borib, uni tomosha qilib, qaytib kelsa boshqacha chuvstvo bo'ladi. Joyni qayerdan ko'rdingiz? U joyi men Instagram Reels'da ko'rib qoldim va shunda Instagram Reels'da ko'rib qoldim va shunda bosganimda sizni uyingizdan atigi 96 kilometr bo'lib turgan ekan, men yashayotgan joydan. Men hayron qoldim va borishga qaror qildim. Internet qanaqa ekan? Germaniyada u yoqda ham sim karta oldingizmi? Yo'q. Internet qanaqa ishlaydi? Kerak bo'lmadimi? Yo'q, men u yerda sim karta olmadim. Bir kunga aylanib keldim. U yerda sim karta olmadim. Menga yoqqan tarafi xohlagan poyezd ostanovkalarda u kichkina bo'ladimi, katta bo'ladimi, Wi-Fi juda ham zo'r ishlar ekan. O'sha Wi-Figa ulanib, menga kerakli payti o'sha ostanovkada mazza qilib internetni ishlatdim. Qolgan aylanayotgan paytlarim internet menga kerak bo'lmadi. Xullas, ehtiyoj bo'lgan paytda Wi-Fi topildi. Da, juda ham oson, tez topildi ham. Men unaqa qidirib yurmadim umuman. Shuncha marshrut almashtirdim deyapsan, adashib ketmadingmi, qanaqadir qo'rqmadingmi? To'g'risi 5 ta 6 ta poyezd, avtobusga chiqding. Men o'ylayman, ruhan o'zimni tayyorlab olgandim. Bir hafta oldin o'sha narsani hammasini plan qilib yozib chiqqandim. Daftarga ham yozgandim, telefonimga ham yozgandim, vaqti-vaqtiga yozgandim. Masalan, mana shu vaqtda men poyezdda o'tiraman, mana bu yerda bo'laman deganim uchun aytvaman-ku, minut-minutiga, prям sekund-sekundiga poyezdlar o'z vaqtida kelganligi uchun men faqat telefonimni ochaman, mana vaqtda men poyezdga o'tirar ekanman deb qo'rqmasdan borib keldim. Umuman qo'rqmadim. Xo'p, birinchi lokatsiya shunda Rheinfall vodopadi bo'ldi. Bu qaysi shaharda joylashgan? Schaffhausenda. Kirish 5 euro. Xohlaganingizcha tomosha qiling. Yana nimalar bor ekan u yerda? Yana qanaqadir ko'radigan joy bormi-kan yoki faqat Rheinfallni ko'rib qochish kerakmi? Xuddi shunaqa. Xo'p, keyin o'tdan uje muzeyga qarab ketdingiz. Qancha yo'l oldi? 40 minut. 40 minutda o'zi yetib bordingiz. Bu Sinfol o'ldirdi. Undan keyin muzeydan chiqdingiz, shikolatlar bilan Muzeydan chiqdim va aytganimdek muzeydan Syurixgacha 10-15 minutlik yo'l va Syurixga aynaldim keyin. 3-lokatsiya mana Syurix edi. Syurixda o'zi bor. Da, Syurixga o'zida juda ham chiroyli shahar, odamlar juda ham g'ovjum, juda ham ko'p va juda ham qimmat. Chunki men lifehack sizlarga Shvetsariyaga kelmoqchi bo'lsanglar, o'zinglar bilan ovqat olinglar. Siz ham shunaqa qilasiz. Men kattagina sumka olgandim, suv, ovqat, hamma narsani o'zim bilan olgandim. Chunki men eshitgandim, Shvetsariyada juda ham qimmat davlat. Ovqatni ham, bitta suvi ham. Yaqinda kecha bitta Reels ko'rdim. U yerda bitta bananning narxi 50 mingdan 70 minggacha deb aytganlar. Borgan odam. Men hayron qolmadim, chunki men ham shu atrofida ko'rgandim. Produktlarni ko'rdingiz. Produktlarni ko'rdim, juda ham qimmat. Masalan, siz 5 yevroga poyezddan Germaniyadan Shvetsariyaga yetyapsiz bo'ladi, masalan. U 20 yevroga bitta kola bilan pizza olasiz. Shunaqa juda ham katta narxi. Shuning uchun men hamma narsani, suvimni ham, ovqatimni ham, bu narsaga yemoqchi bo'lganman, hammasini sumkamga solib oldim. U yerdan hech qanaqa ishni olmadim. Qanaqa ekan endi yoqdimi sizlar? Nimalar qildingiz?
Syurix juda ham yoqdi. Menga eng yoqqan tarafi bu tepalikka chiqib shaharni tomosha qilish bo'ldi. Tepalik joy bor ekan. Tepalik joy bor ekan, o'sha yerdan shaharni tomosha qilganimda men boshqacha bo'lib ketdim, chunki dunyo sen uchun juda ham kichkina ko'rinadi deydi-ku. O'shanda ham bu yerdan odamlar, торговый sentrlar, juda ham chiroyli chiroqlar, ham kech bo'lib qolgandi, o'sha mazza qilib aylandim u yerda. Kelayotganlarga nima maslahat berasiz endi? Kelayotganlarga maslahatim, pulinglarni tejash uchun o'zinglar bilan ovqat olib kelinglar. Bu juda ham agar ko'p sayohat qilishni yaxshi ko'rsanglar, ozgina pulinglarni tejashinglar kerak, ko'p sayohat qilish uchun. Shuning uchun men o'zinglar bilan ovqat olib kelishni maslahat qilardim. Qish faslida kelsanglar, o'zinglar bilan zontik yoki menga o'xshab kiyim kiyib olinglar, ho'l bo'lib qolmasliklari uchun. Va chiroyli tabiatdan, faqat manzaradan bahra olinglar. Bu juda ham zo'r tabiat va havosi juda ham toza. Necha baho berasiz? 10 dan. 10 dan 10. Yana qaytib borardim. 100%. Yana Shvetsariyani qatlariga bormoqchisiz. Shvetsariyani yana bitta vodopadi bor, nomi esimda yo'q. O'sha yerga borardim faqat yozda. Qishda emas. Yana shunaqa suv qotimda tushib turadigan joyga yozda yoki bahorda xudo xolisa borish niyatidaman. Qanaqa taassurotlaringiz endi Shvetsariyadan? Taassurotlarim menga eng yoqqanlari bu juda ham toza havo. Odamlari juda ham oqko'ngil, chin yurakdan bo'ladi-ku, siz begona davlatdasiz, ularning territoriyadasiz. Ular sizga yomon nazarda qarashmaydi. Juda ham yaxshi, bolachalarni yaxshi ko'rishadi. Juda ham bitta narsa esimga tushib ketdi. Poyezdda 2 tami, 3 tami kichkina bolachalar bor edi. Men o'ylagandim, qanaqadir agressiv bildirishadi o'sha bolachalarga deb o'ylagandim, chunki ular ham turist edi, bolachalar. Bolalari bilan kelgandi bitta oila. O'shanda juda ham yaxshi kutib olishdi-da. Men chetdan kuzatib o'tirganimda unaqa agressiv yomon qarashmadi-da. Qanaqadir oqko'ngil, mehribon odamlar. Punktual, juda ham punktual. Tipa nima bo'ldi? Baqir-chaqir qildi? Ha, baqir-chaqir qildi. Mana bunaqa bo'ldi. Ikkita bolachi juda ham ko'p yig'ladi, baqir-chaqir qildi, anaqada poyezdda va erta polniy o'tirganda Shvetsariya deydimi, nima deydi? Ular o'tirganda, ular kulib qarashdi. Unaqa yomon ko'z bilan qarashmadi. Kulib o'sha bolalarga nabarat o'ynatib o'tirishga harakat qilishdi-da. Masalan, boshqa odam bo'lganda, anaqa bolangni jag'ini yopgin deb balki etardi. Endi hammaning tarbiyasiga bog'liq bu narsa. Balki etardi, lekin ular unaqa qilishmadi-da. Menga juda ham shu chetdan olib qaraganda menga shu tarafi juda ham yoqdi. Agar sizlar ham sayohat qilmoqchi bo'lsanglar, buni o'ylab o'tirmanglar. Bugunmi, ertagami, indingami обязательно sayohat qilishni boshlanglar. Bu bunga arziydi. Hammaga kattakon rahmat meni ko'rganinglar uchun. Обязательно подписаться bosib qo'yishni unutmanglar. Sitora Bonoga ham rahmat. Aytganlaridek, podpiska, like va do'stlarga ham jo'natib qo'yinglar. Rahmat hammaga.